Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Nafsni poklash darslaridan birodarlar, iroda manzilatini o'qiyotgan edik. Bugun 3-darsimiz. Ulamolar aytishadi, muridning sifatlaridan nafl amallar bilan Alloh taologa yaqin bo'lishlikka doim intiladi. Murid bu Alloh va Rasulini roziligini istab harakat qilayotgan odam. Ya'ni hammamiz muridmiz. Nimanidir xohlayapmiz. Nafl amallar bandani Allohga suyukli qilishini bilganidan keyin bu murid bo'lgan banda nafl ibodatlarga polvon bo'lib qoladi. Nafl namozlar o'qiydi, nafl ro'zalar tutadi, Qur'on tilovat qiladi, ko'p zikr qiladi, nafl sadaqalar qiladi. Zikrni nima ekanligini bilganidan keyin diqqat e'tiborli bo'ladi. Birodarlar, qaranglar-da, zikr ajoyib ibodat. Alloh taolo bizga vojib qilgan qanaqa amal bo'lmasin, uni vaqti bor, hisobi bor, sharoiti bor. Masalan, namoz 5 vaqt o'qiysiz. O'qiladigan vaqti tayin, necha rakat o'qishingiz tayin, qiblaga qarab turishingiz kerak, shartlari bor. Roza, Ramazon rozasi, albatta Ramazonda bo'lish kerak. Albatta tongda saharda saharlik qilish kerak. Shartlari bor. Hajni aniq belgilangan kuni bor, oyi bor. Haj amali qilinadigan joy bor. Ihrom kerak, miqot kerak, Ammo zikr unaqa emas. Zikr mutlaq aytilingan. Ya ayyuhallazina amanu zikrulloha zikron kathira. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Juda ko'p oyatlarda o'tirib, turib, yurib, yonboshlagan holda zikr qiladi deydi. Shuning uchun Allohning roziligiga intilgan murid banda nafl amallarni qilishlikka quvvatli bo'lib qoladi, polvon bo'lib qoladi. Qarang, shu narsalarni fazilatini bilgandan keyin yana irodasi kuchli bo'ldi-da. Aytdik-ku, irodangizni quvvatli qiladigan narsa ana shu yetmoqchi bo'lgan narsangiz haqidagi ilm. Ilmingiz qanchalar mustahkam bo'lsa, iroda shunchalar quvvatli bo'ladi. Qilgan sadaqangizni Alloh taolo 10 barobar qilib, xohlasa 700 barobar qilib, ziyoda qilib berishini bilganingizdan keyin ana shu amalga ham polvon bo'lib qolasiz. Demak, birinchi olgan qoidamiz, haqiqiy murid banda nafl amallarni qilishlikka haris bo'ladi. Alloh taolo hadis qudusiyda aytadi: "Va ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Bandam deydi Alloh taolo, menga nafl ibodatlarni qilishlik bilan tobora yaqinlashib boraveradi, shu bandamni yaxshi ko'rib qolaman. Nafl amallarni qilishimiz Allohning bizga bo'lgan muhabbatini sababi. Ma'qulmi? Nafl amalni qilmagan odam gunohkor bo'lmaydi. Bu nafl amallarni qilishimiz Allohning muhabbatiga sabab bo'ladi. Yana murid xilvatni yaxshi ko'radi. Yolg'iz turishlikka qalbi moyil bo'ladi. Shunaqa odamlar bo'ladi. Hech ham yolg'iz tura olmaydi. Hech ham jim tura olmaydi. Doim kompaniyada turish kerak. Doim bir kim bilandir gaplashib turish kerak. Bekor qoldingiz bo'ladi, nima qilyapsan? Nima qil? Gaplashib berdi. Nimaga doim aloqada bo'lib turish kerak, aytingchi? Murid odam Allohning roziligini haqiqiy iroda qilgan murid yolg'izlikni yaxshi ko'radi. Ammo biz aytayotgan jamoatchi odamlar yolg'iz o'tira olmaydi. Yolg'iz qolsa o'zini noqulay his qiladi. Odamlarsiz tura olmaslik. Mana shu kasal muflislikning alomati deyiladi. Muflis kim edi? Bankrot deb qo'yamiz-a? Hamma yo'g'idan ajragan, hech vaqosi yo'q odam muflis deyiladi. Muflislikni alomati min alamatil iflas, ya'ni muflislikning alomatlaridan bittasi yolg'iz tura olmaslik. Sodiq murid esa yolg'iz qolishni xohlaydi, sababi o'tirib Robbisi bilan gaplashadi-da.
Ya'ni munojot shunaqa ibodatki, yoningizda hech kim bo'lmaydi. Hech kim yo'q, mashinangizga ketyapsiz, tolada ketmon chopyapsiz, hech kim yo'q. Shu yerda siz xuddi ro'paringizda turgan odamga gapirayotgandaqa Allohga gapirasiz. Sizni eshitayotganligiga aniq ishonib turib gapirasiz Allohga. O'sha munojotni mazasini tushunib qilib ko'ringlar, ukalar. Sizlarga endi mana qo'linglardagi zolmonda munojotga yo'l qo'ymaydi. Bekor qoldinglar, qaraverasizlar, bekor qoldi qaraverasizlar. Yolg'iz qolib ko'ringlar-da, mazza oladi. Qilib ko'ringlar-da. Mana hozir yolg'iz mashinada ketadigan odam gaplashib ko'ring-da. Yoki ertalab ishga ketyapti, gaplashib ko'ring-da. Ovoz chiqarib gapiring обязательно, qulog'ingizga eshitsin. Endi unsni his qilasiz. Demak, haqiqiy sodiq murid Robbisi bilan bo'ladigan xilvati bor. Yolg'iz o'tirib Robbisiga munojot qiladi, zikr qiladi, tilovat qiladi, gaplashadi Robbisi bilan. Endi munojotni nimaligini bilganingizdan keyin, uni mazasini totib ko'rganingizdan keyin, albatta yolg'izlikni xolab qolasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana 40 yoshga kirganlarida Nur tog'idagi Hiro g'orida chiqib haftalab o'tirganlar. Ana shu joyda payg'ambarimiz bir necha haftalab qolib ketganlar. Endi savol tug'iladi. Vahshatni his qilmaganmikin? Kechasi ham qolib ketadi, tasavvur qiling. Ha, vahshat bor, lekin Allohga bo'lgan payg'ambarimizning unsi ana shu vahshatni yengib yuboradi. Qanchalar sodiq murid bo'lsang, shunchalar ana shu unsni his qilasan. Qanchalar Allohga yaqinlashsang, ana shu unsga shunchalar yaqin bo'lasan. Ana shu uns har qanday vahshatni yengib yuboradi. Allohga bo'lgan unsni his qilasan degani Allohga yaqin bo'lganingni his qilasan. Sodiq muridning alomatlaridan. Demak, u xilvat, yolg'izlik bilan qalbi xotirjam bo'ladi. Sodiq murid Allohning amrini hamma narsadan ustun qo'yadi. Sodiq murid Allohdan uyaladi. Hech kim ko'rmaganda ham uyaladi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu shu darajada hayoli, uyatchan inson bo'lganki, g'usl qilishlik kerak bo'lganda qorong'u xonaga kirib yechinib g'usl qilar ekan, aytar ekan: "Parvardigor, agar bundan ham afzalroq yo'li bo'lganda shuni qilardim" der ekan. Hayo, halimlik, muloyimlik, uyatchanlik xulqlarning sayyidi deyiladi. Demak, haqiqiy murid banda Allohdan hayo qiladi. Man qilingan ishlarning ustida Robbisi uni ko'rishidan hayo qiladi. Uni roziligiga intiladi. Qur'on tilovati, solih insonlarning xizmati, da'vat, kamtarlik. Allohga nima yaqin qilsa uni, Allohga nima uni yaqin qilsa shuni qiladi. Qaysi narsa uni Allohdan uzoq qilsa, shu narsadan uzoq bo'ladi. Sodiq muridning alomatlaridan qanoat. Qo'lida bor, yo'q, birovga shikoyat qilmaydi. Qanoat qiladi. Doim sabrli, doim rozi. Ammo dunyoni istagan odam doim och bo'ladi. Doim norozi bo'ladi, haris to'ymas bo'ladi. Muridning sifatlaridan al-muridu man kana nawmuhu g'alaba. Haqiqiy murid uning uyqusi unga g'olib bo'ladi. Nima degani? Alohida uyquni marosim qilib, oyog'ini cho'zib, tayyorgarlik ko'rib yotmaydi. Ko'zi uyquga ketib qolganda uxlab qoladi. Allohni roziligini, Allohni yuzini, payg'ambarda roziligini sidq dildan xohlagan odam murid deyiladi. Ana shu muridning alomatlaridan uyqu uni harakatsizlantirib qo'ygandagina o'chib qoladi. Charchab yiqilib qolganda uxlaydi. Uyquni hayotning lazzatlaridan deb bilmaydi. Uyqu u uchun zarurat. Haqiqiy murid uyqu u uchun zarurat. Mana misol tariqasida biz Imomi Navaviyni aytishimiz mumkin. Imomi Navaviy, birodarlar, mana oila qilmagan, uy solmagan, 45 ga kirganda vafot etgan. Qarang, xuddi bir
o'sha qisqa umr ko'rishini sezganday bo'lgan ekanda, umrini ilmga sarflagan. Masjidni bir kichkinagina hujrasini ajratib berishgan, shu yerda yashab, shu yerda turib, shu yerda ijodini qilgan. Shu darajada xona tor bo'lgan, kitoblar bilan to'lganki, bironta odam ziyoratiga kelsa joyi yo'q. Kitoblarni surib turar ekan, o'tkazib 5-6 minut suhbat qilib chiqarar ekan. Ana shu Imom Navoiy kitob o'qiyatibmi, kitob yozyatibmi, uzoq o'tirganligidan uxlab qolar ekan shunday. Qo'lida qalami, qo'lida kitobi bilan 10 minut uxlaydimi, 20 minut uxlaydimi, shunday o'g'anar ekan, davom etkazib ketaverar ekan. Organizm o'chib qolgan paytda uxlar ekan. Alohida oyog'ini uzatib, marosim qilib uxlamagan ekan. Mana qarang-da, u kishi ham o'tib ketdi. U kishining zamonida, u kishidaqa yashagan, qasrlarni solgan boylar, podshohlar, sultonlar qanchasi o'tib ketdi, minglagani. Hech qaysisini ismi aytilmayapti. Lekin Imom Navaviyning ismi aytilyapti-ya. Chunki murid bo'lgan ekanda bu kishi. Astagfirullah. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ularning yonboshlari o'rin joylardan yiroq bo'lur. Ya'ni tunlarda kam uxlashadi. Ibodat bilan o'tkazadi tunni. Ular Parvardigorlariga qo'rquv va umidvorlik bilan duo iltijo qilurlar va ularga biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qilurlar. Demak, muridning uyqusi unga g'olib bo'ladi, ovqati oddiy bo'ladi, gaplari zarurat bo'ladi. Muhim savol. Nima uchun bir odam ibodatga yangi kirgan paytida din diyonatni o'qib o'rganib, endi namozga, ro'zaga, savobli amallarga kirishgan paytda ishini avvalida ibodatda ishtiyoq katta bo'ladi? Nima uchun boshida amallarda g'ayrati serob bo'ladi, keyin vaqt o'tishi bilan susayib ketadi? Ana shu amallardan zerikishlik paydo bo'ladi. Savol tushunarli-a? Hali endi namozga kirishgan odam qarasang, 5 mahal masjidga qatnayotganini ko'rasan. Bu zo'r kirdi namozga deysan. Shijoat bilan keladi, keyin qarasangiz, nima uchun ibodatni avvalida ishtiyoq, shijoat, g'ayrat zo'r bo'lgan, keyin vaqt o'tishi bilan susayib ketishlik, hatto shu amallardan zerikishlik paydo bo'ldi? Javob: kimning irodasi avvaldan to'g'ri bo'lmagan bo'lsa, kunlarning o'tishi uni maqsadidan faqatgina orqaga qaytaradi. Kimning irodasi avvaldan to'g'ri bo'lmagan bo'lsa, kunlarning o'tishi uni maqsadidan faqat orqasiga qaytaradi. Ya'ni mana shu bir dinga, taqvoga, solih amallarga kirishayotganida, iymon yo'liga endi qadam qo'yishni boshlagan paytida, ishning avvalida faqat Alloh va payg'ambarning roziligi degan narsani niyat qilmagan bo'lsa, vaqt o'tishi uni bu amallardan zeriktiradi. Hurmat e'tiborni niyat qilgan, majlislarni to'risini niyat qilgan, obro', hurmat, mana shu narsalarni niyat qilib boshlagan bo'lsa, bunaqa odam boshida ibodati zo'r bo'ladi, keyin vaqt o'tishi bilan niyati boshida chataq bo'lganligi uchun bu amallardan nima bo'ladi? Zerikadi, malollanadi, yalqov bo'ladi, natijada Allohdan uzilib qoladi. O'zi bu amallarga kirishlikdagi maqsad Allohning roziligimidi? Iymon yo'liga kirding, shu yo'lni avvalida niyatingda sodiq, rostgo'y bo'lmagan bo'lsang, haqni talab qilishda irodang to'g'ri bo'lmagan bo'lsa, irodang noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, agar mana shu iymon yo'liga dunyoni topish maqsadida yurgan bo'lsang, odamlarni hurmat e'tiboriga yetishlik uchun yurgan bo'lsang, kunlar o'tgan sari bu yo'ldan malollanayotganingni, zerikayotganingni ko'rasan. Bunaqa holga tushib qolgan odamlar aytadi, gap, ko'p eshitdik deydi, zerikdim deydi. Namozga yalqov, zikrda aytsa g'aflat bilan aytadi, hajni tijorat qilib oladi, vojib bo'lgan amallarni shaklini, suratini bajaradi, ibodatlari quruq yotib turishlik bo'lib qoladi.
Demak, mana shu din diyonat ishiga kirishayotgan paytda ishning avvalida niyati to'g'ri bo'lmagan bo'lsa, irodasi Allohning roziligi bo'lmagan bo'lsa, odamlarning dunyosi, odamlarning qo'lidagi matohini maqsad qilgan bo'lsa, bu amallar vaqt o'tishi bilan sizni zeriktiradi, malollantiradi, oxiri bu amaldan to'sib, Allohdan sizni uzoq qilib qo'yadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Iroda manzilatini o'qiyotgan edik, davom etkazamiz. Amaliy tatbiq. Yana aytiladi, murid agar qavmning bir ilmidan bir narsani eshitib qolsa, bas unga amal qiladi. Umrini oxirigacha mana shu ilm uni qalbida hikmatga aylanadi. Ko'zni tiyish Allohning buyrug'i ekan. Ilohiy amr ekan. Eshitdi, bildi, ko'zini tiydi. Natijada qalbini to'ldirgan bir halovatni topdi. Bo'ladi-yu, shunday qaraysizda harom degan narsa keladi, shunda ko'zingizni olib qochasiz. Qarab maza qilgandan ko'ra ko'zingizni olib qochganingizning mazasi zo'rroqligini topasiz. Ha, ko'zingiz qandaydir nafsiz shaytonning vasvasasi bilan yoqadi sizga, tekkiz narsa ekan, va hokazo ekan. O'shini teskari qarab turib, kim uchun ko'zingizni bu yoqqa olib qochganligingizni bir o'ylang-da, qalbingizda shunaqa bir xotirjamlikni his qilasiz. U ko'zi bilan zino qilgan, bunaqa halovatda borligini ham bilmaydi. Demak, mana shu kishi endi hakim inson bo'ldi. Ilmni eshitdi, Allohning buyrug'i ekanligini bildi, amal qildi. Endi bu odam hakim inson bo'ldi. Chunki ana shu halovatni amalda topdi. Fe'lan topdi. Buyruqni topdi, amal qildi, halovatni his qildi. Hadisni eshitdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man ja'alal humuma hamman wahidan, hamma akhiratihi kafahullohu hamma dunya." Hadis qarang go'zalligini. Kim hamma g'amlarni bitta g'amga almashtirib olsa, oxirat g'amiga, Alloh bu bandaning qolgan g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Eshitdi, qabul qildi, Rasulullohning so'zi ekan, amal qildi. Hamma g'amda bir chekkaga surib qo'yib turib, nima qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi degan savol bilan, g'am bilan yashadi. Alloh haqiqatan qolgan g'amlarni o'zining zimmasiga oldi. Amal qildi, halovatni his qildi va eng muhimi natijani ko'zi bilan ko'rdi. Alloh deyish kerak ekan, bandasini maqtagani, bandasini yomon ko'rgani hech narsa emas ekan. Bandasini patnoshga bergani hech narsa emas ekan. Alloh qo'llasa hech narsa emas ekan deydi-da, endi u hakimga aylandi. Yana mana bu hadisni eshitdi. Innaka lan tada'a shay'an ibtigha Alloh illa ataka Allohu khayron minhu. Sen qaysi bir narsani Alloh uchun tark qilsang, Alloh senga undan yaxshiroq narsani beradi degan ilmni eshitdi, hadisni eshitdi. Amal qildi. Amal qildi, endi yana boyaga halovatni topdi va Alloh taolo unga tark qilgan narsasidan yaxshiroq bergan narsani ko'rdi, yana hakimga aylandi. Tushuninglar, eshitib turib amal qilmasak, u ilmimiz, o'qib yodlagan hadislarimiz bizga foyda qilmaydi. Eshitdingiz, qabul qildingiz, endi amal qiling. Hikmatni eshitdi, hadisni eshitdi. Shubhali katta qo'liga boylik kelib qolsa ham shart tark qila oladi. Tark qiluvdi, Alloh undan yaxshisini berdi. Buni ham ko'rdi. Mana endi bu odam tajriba egasiga aylandi. Ukburi aytganidek, diqqat. Qur'oni Karimning lafzlari uning hofizlaridan olinadi. Qur'on Karimni hofizi Qur'onlardan olamiz. Mahrajini, qoidasini, tajvidini, harflarda chiqadigan o'rnini. Qur'oni Karimning lafzlari uning hofizlaridan olinadi. Uning ma'nolari esa uni anglaganlardan olinadi. Ya'ni oyatni o'qidi, ma'nosini tushundi, hayotida tatbiq qildi, ko'rdi natijani. O'sha odamdan o'rganamiz Qur'onning ma'nolarini, hadisning ma'nolarini.
O'shuning uchun gapirib qo'ysanglar undan olinavermaydi. Qarash kerak. Aytayotgan narsasini o'zi amalini qilganmi va natijasini ko'rganmi? Agar natijasini ko'rgan bo'lsa, shu odamdan olinadi. Qoidani tushundinglar-a? Qur'oni Karimning lafzlari uning hofizlaridan olinadi. Qur'oni Karimning ma'nolari esa uni anglagandan olinadi. Agar ana shu eshitgan ilmiga amal qilgan bo'lsa, ana shu amalining mevasini ko'rgan bo'lsa, ana shu mevani ta'mini totib ko'rgan bo'lsa, bu odam hakim bo'ladi. Mana shunday odam gapirsa, eshitganlar foyda topadi. Chunki u qalbidan gapiryapti, totib ko'rib gapiryapti, boshidan o'tkazib turib gapiryapti. Qadimda aytilar ekan, qalbdan chiqqan so'z, qalbni tub-tubidan ishonib aytilgan so'z qalblarga ruxsatsiz kirib boradi. Og'izdan chiqqan so'z esa quloqdan u yog'iga o'tmaydi. Odamlar qachon sizning so'zingizdan foyda topadi? Qachonki u so'zingizga o'zingiz amal qilib, samarasini topgan bo'lsangiz, ta'mini totgan bo'lsangiz, boshingizdan o'tkazgan bo'lsangiz. Misol, bir joyga dam olgani bormoqchisiz. Falon kurortga boraman dedingiz, ro'parangizda turgan odam, "Yo'q, u yerga emas, falon joyga boring" dedi. Juda ham maza qilib dam olib kelasiz. Sharoitlari oliy dedi. Bitta savol berasiz. Qanaqa savol u? Siz o'zingiz borganmisiz u yerga deysiz. Desiz, "Yo'q" deydi. Men ham eshitganman deydi. Uni gapini ta'siri qanchalik bo'ladi sizga? Endi sizga o'sha maslahat berayotgan odam haqiqatan borib kelgan bo'lsa-chi? Uni gapi boshidan o'tkazib, tajribasidan o'tkazib, ta'mini tottirib gapiryaptimi? Demak, uni so'zi sizga albatta ta'siri qattiq bo'ladi. Keyingi hikmatga xulosa olamiz. Man samiya shay'an min ulumil qawm va lam ya'mal bihi kana hikayatan yahfazuha ayyaman thumma yansaha. Qarang. Kim bir qavmning ilmidan bir narsani eshitib turib, unga amal qilmasa, bas u eshitgani hikoyadir. Bugun eslab qoldi, ertaga unutadi. Qaytaramiz. Kim bir qavmning ilmidan bir narsani eshitib turib, unga amal qilmasa, bas eshitgani hikoyadir. Bugun eslab qoldi, ertaga unutadi. Shuning uchun quruq so'z, gap bilan ish bitmaydi. Ta'limning eng yomoni quruq og'zaki gap. Ta'limning eng yomoni quruq og'zaki ta'lim. Minglagan so'zlar, minglagan ma'nolar, hikmatlar o'quvchiga taqdim qilinadi. Kitoblarda yozilgan narsa o'qib tushuntirib beriladi, xolos. Talabalar u hikmatlarni boshidan o'tkazmaganligi uchun, bu haqiqatlarni ko'rmagani uchun muallimadan eshitgan narsalar imtihon qilinsa, so'zma-so'z yodlab olgan aytib beraveradi. Imtihonni o'tib oladi. Endi ana shu imtihondan o'tgan talabalarni chaqirib turib, 1 yildan keyin shu narsani yana so'rasangiz, endi aytib bera olmaydi. Chunki nima qilgan u? Imtihondan o'tib olishligi uchun yodlab olgan xolos. Ular og'zaki, quruq ta'limni olgan, hayotda ko'rmagan, boshidan o'tkazmagan. Kerak bo'lganida aytib beraveradi yozib, lekin bu ilmi tajribaga asoslanmagan, tajriba bilan his qilinmagan. Ammo agar o'rgangan narsangiz, amal qilgan bo'lsangiz, tajribangizdan xulosa olib, his qilgan bo'lsangiz, 50 yildan keyin ham nima qilmaysiz uni? Unutmaysiz. Eng afzal ta'lim tajriba va praktika bizning tilimizda. Dengizda umuman ko'rmagan, dengizga bir marta kemada chiqmagan odam dengiz haqida maqolalar o'qiydi, videoroliklarni ko'radi, suratlarni tomosha qiladi. Xo'p, yaxshi. Shu bilan dengiz cho'p qoldimi endi u? Ana oddiy misol. Yo'q. Bular uning kallasidagi quruq ma'lumot xolos. Bugun bor, ertaga yo'q. Dengizga chiqsin, buni o'rniga suvga tushsin, to'lqinlarni ko'rsin, bir amatda bir cho'kib ketishga yaqin bo'lsin, dengizni, okeanni kuchini, quvvatini ko'rsin. Shundan keyin u dengizni nimaligini bilib oladi. Mana shu ilm haqiqiy ilm bo'ladi. Chunki nima orqali olindi u ilm? Tajriba orqali. Shuning uchun aytyapmiz-da.
Sizga nasihat qilayotgan odamni gapi qalbingizga kirmayotgan bo'lsa, bilingki quruq ma'lumot. Endi sizga gapiryaptimi? Qalbingizga tushyaptimi loppa-loppa qilib? Demak, boshidan o'tkizgan. Tajriba orqali topilgan ilm umuman boshqa narsa. Shuning uchun yoshlar, sizlargachi kattalar nasihat qiladi. Aqlli, xushli, din diyonatli, halol haromni bilgan, ilmli, yoshi ulug' insonlar bir narsani nasihat qiladi. Malollanmanglar. Malollanmanglar. Chunki ular sizlarga aytayotgan narsalarini boshidan o'tkazib turib aytayapti tajriba qilib. O'zlari hayotida ko'rgan, kechirgan, ularning sizlarga gapirayotgan ilmi tajriba ustida qurilgan. Prosta xulosa olib qo'yinglar-da. Foyda topasizlar. Yutuq sizlarda bo'ladi. Ustozingga irg'ima, ota-onangning nazaridan qolma, odamlarga zulm qilma, duo ol bolam, o'sasan desa, dadam ham qarib qoldi. Men bitta gapini ummatdan nima qiladigan bo'lib qoldi. Ukburi aytganidek, takrorlaymiz, Qur'oni Karimning lafzlari uning hofizlaridan olinadi, uning ma'nolari esa uni anglaganlardan olinadi. Demak, ma'nolar Qur'onni oyatlarini, payg'ambarning hadislarini anglagan, ularga amal qilib, boshidan tajriba bilan o'tkazgan odamlardan olinadi. Agar Alloh bilan bo'lgan muomalada tajribang bor bo'lsa, agar Allohga yaqin bo'lishni ta'mini totib ko'rgan bo'lsang, agar istiqomani nimaligini his qilgan bo'lsang, agar Alloh qalbingga sakinatni joylagan bo'lsa, agar iymonni rohatini totigan bo'lsang, agar bergan 1 so'mingni Alloh taolo 1000 so'm qilib ko'paytirganiga guvoh bo'lgan bo'lsang, agar Alloh uchun bir narsadan voz kechganingda senga undan yaxshiroq narsa berganini ko'rgan bo'lsang, eshitgan oyat hadisini tatbiq qilib, uni samarasini ko'rgan bo'lsang, demak sen haqiqiy da'vatchi bo'lsan. Tushunarlimi? Chunki siz birni berudingiz, Alloh 10ni berdi. Bitta narsadan voz kechudingiz, Alloh undan zo'rrog'ini berdi. Bitta narsadan voz kechudingiz, Alloh undan zo'r ikkita narsani berdi. Chunki nima qildingiz o'zingiz? Totib ko'rdingiz, hidab ko'rdingiz, ishab ko'rdingiz, yeb ko'rdingiz, kiyib ko'rdingiz. Agar sen gapirsang, shunday bo'lib turib, odamlarning qalbida gaping albatta o'zini joyini oladi. Iymoniy tajribangni aytib da'vat qilsang, so'zlaring odamlarning qalbiga albatta ta'sir qiladi. Shuning uchun agar biz Allohning diniga da'vat qiluvchi haqiqiy doi bo'lishni xohlasak, eshitgan, bilgan narsamizga amal qilaylik. Amalda sobit bo'laylik, xolis bo'laylik. Alloh taolo mevalarni bergandan keyin odamlarga qiladigan da'vatimizning ta'siri haqiqiy bo'ladi. Alloh tarafidan bizga berilgan sakinatni his qilsak, qilgan amalimizga Robbimiz bir inomni berganini ko'rgan bo'lsak, shundagina bizning da'vatimizga foydasi bor bo'ladi. Shundagina bir og'iz so'zimiz odamlarni qalbiga joylanishi oson bo'ladi. Hikmat, takrorlaymiz, kim bir qavmning ilmidan bir narsani eshitib turib, unga amal qilmasa, bas u eshitgani hikoyadir. Bugun eslab qoladi, ertaga unutadi. Yahyo ibn Muoz aytadi, haqiqiy murid uchun eng og'ir ish uning tabiatiga zid bo'lgan odam bilan ulfat bo'lish. Agar siz haqiqiy murid bo'lsangiz, Allohning yuzini, payg'ambarning roziligini haqiqatan istayotgan odam bo'lsangiz, Allohdan uzoq bo'lgan odamlar bilan birga bo'lishlik siz uchun og'ir ish bo'ladi. Qaytaraman, haqiqiy murid bo'lsangiz, Allohning roziligi birinchi maqsadim degan niyatingiz haqiqiy bo'lsa, mana shu yo'lga teskari bo'lgan odamlar bilan birga o'tira olmaysiz. Hazillari, bachkana, so'zlari bemaza, xilqlari sovuq, mulohazalari umuman bunaqa odamlar bilan birga bo'lishlik siz uchun mashaqqat bo'ladi. Ammo buni o'rniga qalbingiz o'shnaqa odamlar bilan birga bo'lishga intilayotgan bo'lsa, bu siz uchun xatarli holat. Endi o'ylang, hammomga kirdingiz. Chiroyli yuvinib chiqdingiz ustingizga.
eng yaxshi kiyimlarni kiyib, atirlarni zo'rini sepib, o'sha holatda molxonaga kirib ketaverasiz, mol tozalagani. Agar shunday qilsangiz, sizni kim deyish mumkin? Esi joyida emas ekan deyish mumkin. Agar siz Allohdan uzoq bo'lgan dunyo ahllarining suhbatini yoqtirayotgan bo'lsangiz, ularning so'zlari sizga yoqayotgan bo'lsa, ular bilan birga bo'lishlik sizga yoqimli bo'layotgan bo'lsa, bilingki siz ularning bittasisiz. Murid inson uchun eng og'ir narsa sulukiyati unga teskari bo'lgan odamlar bilan birga bo'lish. Murid inson uchun eng og'ir narsa sulukiyati buning sulukiyatiga teskari bo'lgan odamlar bilan birga bo'lish. Murid qilayotgan har bir ishiga bitta o'lchov bilan qaraydi. Shu ishni qilsam Alloh mendan rozi bo'ladimi yo norozi bo'ladimi? Aytdik-ku tevadagi hadisda, kim hamma g'amni bir chekkaga surib, bitta g'amga aylantirib olsa shu g'amlarini, qolgan g'amlarga Alloh o'zi kifoya qiladi. Bu as-sodiqul masduq bo'lgan Muhammad alayhisolamning va'dasi. Rasululloh yolg'on gapirmaydilar. Endi Alloh bizni dunyo g'amlarimizga, boshqa g'amlarimizga kifoya qilmayotgan bo'lsa, demak hali biz birinchi shartni bajarmabmiz-da. O'shuning uchun muammo tugamaydi-da hayotda. Uyni solib qizni chiqarsam problemam tugadi dedingiz, qildingiz shu ishni, lekin muammo tugamadi. Endi o'g'lim uylab mashinamni yangilab olsam zo'r bo'ladi dedingiz, qildingiz, yana tugamayapti. Tushuning, siz bu jismoniy xatti-harakatingiz bilan, tirikchilik, kasb-koringiz, pul topish bilan dunyo muammosini hal qila olmaysiz. U muammolarni Alloh hal qilib beradi. Faqat Alloh hal qila oladi. Qachon hal qilib beradi? Hamma g'amingizni bitta g'amga almashtirsangiz. Ro'zg'or deb qo'yadi. Zo'r so'zmashi. Nima degani u? G'or deganida, to'lmadimi? To'lmadi, to'lmaydi. Biz bilan menda million yo'q edi, men millioni borlardan ham so'rayman-da. Millioni borlar ham aytadi, to'lmaydi ekan deydi. Demak, haqiqiy murid inson bironta ishga kirishidan oldin avval bitta savolni beradi. Mana shu ishni qilsam Alloh mendan norozi bo'ladimi, rozi bo'ladimi? Agar shu savolga javob bilan yashasa hayotida, bitta savoli shu bo'lsa hayotda, boshqa g'amingizni Alloh o'zi hal qilib qo'yar ekan. U siz aqlingiz yetmaydigan tomondan hal qilib qo'yar ekan. Shuning uchun u muridning shiori hayotda: Ilohim, maqsadim o'zingsan. Roziliging meni umidim. Shu narsada yashaydi. Ilohim, Parvardigorim, maqsadim o'zing. Roziliging meni umidim. Murid inson maqsadiga yetish uchun unga 3 ta narsa kerak. Birinchisi, qabul qiluvchi toza, tayyor qalb. Nimani qabul qilishga tayyor bo'lish kerak u qalbi? Ilmni. Qalbi tirik bo'lish kerak. Nafsi qalbi tirik bo'lish kerak. Agar nafsda mana shu sifat bor bo'lsa, shunda unga ta'lim kiradi. Demak, qabul qiluvchi tirik qalb kerak. Ilmda aytsa qabul qilasiz. Ikkinchisi, da'vat. Ilmga asoslangan da'vat, adolatga asoslangan da'vat, voqelikka, hayotga to'g'ri keladigan da'vat, mantiqqa to'g'ri keladigan da'vat. Agar mana shu da'vat insonning tabiatiga mos bo'lmasa, bu da'vat foyda qilmaydi. Insonning tabiatiga mos bo'lgan haqiqiy da'vat. Uchinchisi, to'siqlardan xoli yo'l, toza yo'l. Agar sen yo'lingni tozalab olsang, to'g'ri da'vat ustida bo'lsang va qabul qiladigan ilmni nafsing tayyor bor bo'lsa, maqsadingga yetishliging mumkin bo'ladi. Allohga yetishing imkoniyati bo'ladi. Tayyor qalb ilm uchun, to'g'ri da'vat va toza yo'l. Mana shulardan bittasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, murid Allohga yeta olmaydi. Aytilish kerak bo'lgan oxirgi fikr, murid asosan 2 ta holatni boshidan kechiradi. 2 ta holatdan bittasida turadi. Kenglik holati, torlik holati.
Torlik holati xavf sababli, xavf orqali keladi. Kenglik holati umid orqali keladi. Endi torlikka kirib qolishning sababi ikkita: nuqson yoki ma'siyat. O'zingizni tor his qilyapsizmi? Yuragingiz siqilyaptimi? Kenglik yo'qmi? Demak, bu yerda bir xato ish qilgansiz, nuqsonli ish yoki gunoh qilgansiz. Yoki kimnidir haqqini bermagan bo'lasiz. Bu sabab tavba va xatoni to'g'rilashni taqozo qiladi. Yoki murid bu torlikning sababini bilmasligi mumkin. Nima uchun bunday torlikka kirib qoldi? Otasini xafa qildi, qalbi torayib qoldi. Falonchini haqqini yeb qo'ydi, yuragi siqilib qoldi. Mana shu torligining sababini bildi. Endi uni tuzatish kerak. Endi yuragida, qalbida torlikni his qilyapti, sababini bilmayapti. Unda nima qilish kerak? Unda sabr qilish kerak. Ehtimol bir hikmati bordir. Vaqt o'tishi bilan mana shu hikmat ayon bo'ladi, bilinadi. Endi ikkinchi holat, kenglik holatida, qalbi keng bo'lib turgan holatda murid qalbida huzurni, halovatni, oliy ma'naviyatni, iqbolni his qiladi. Endi bu holat fitna, imtihon, sirpanchiq. Ya'ni qalbi keng, xotirjam, halovatni his qilyapti, maza qilyapti. Xatar shu. Nimasi xatar? Shunday holatda o'zi haqida baland fikrda bo'lib qoladi. Demak, men zo'rib qolibman deb turib, o'zingizga baho berib siyg'alanib ketib qoladi oyog'ingiz. Alloh bizga berdi, shuning uchun biz zo'rligimiz uchun berdi emas. Yo'q, bunga loyiq emasmiz biz. Allohning fazli bo'ldi deb tursangiz, oyog'ingiz yerda turadi, siyg'alanib ketmaysiz. Demak, muridning ustida ikkita holat bo'ladi. Torlik, kenglik. Torlik qilgan xato, kamchilik, gunoh sababli bo'ladi. Nima qilish kerak bunda desa, shu gunohni, xatoni tuzatish kerak. Kenglik holati xotirjamlikni, halovatni his qiladi. Bu zo'r holat, lekin bu xatarli holat unga. Nima uchun? O'zidan ketib qoladi. Bu holatda banda hushyor bo'lishligi kerak bo'ladi. Agar ustingizga torlik holati kelib qolsa, uni sababini qidiring. Agar sababini topsangiz, tuzating, tavba qiling. Agar uni sababini topa olmasangiz, sabr qiling. Chunki bu ishda albatta bir hikmat bor bo'ladi. Allohning ishlari behikmat emas. Kenglik holati kelib qolsa, unga aldanib qolmang, chunki bu imtihon. Xatoga, kibrga, ujubga kirib qolmang. Kenglik sizni istiqomadan chiqarib qo'ymasin, men zo'rib ketibman o'sha deb. O'ziga katta baho berib qo'ymang, adashib qolmang. Darsimizning xulosasi: agar seni holating bilan sen o'zing yetmoqchi bo'lgan holat orasida katta masofa borligini ko'rsang, bas bilginki, bu sening irodangning zaifligi sababidan. Irodangning zaifligini sababi esa ilmingning ozligi sababidan. Alloh azza va jalla ilm o'qib, Allohni tanib, ana shu irodasi quvvatli bandalardan bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Wassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.